Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz jarrohlik asboblari. Mana umumiy ko'rinishi. Umuman jarrohlik asboblari ikki guruhga umumiy va mana maxsus guruh asboblariga bo'linadi. Maxsus guruh asbob deyilishiga sabab bular har bir yo'nalish bo'yicha o'zining maxsus asboblari bo'ladi. Masalan, neyroxirurgiyada mana trepan deyiladi. Mana trepan ichida frezasi bilan mana bir nechta frezalar yordam trepanasi operatsiya dalgren qaychisi mana undan keyin esa mana qovurg'alarni kengaytirish uchun maxsus jarohat kengaytirgich ko'rsatilgan. Undan keyin mana qovurg'a duvayn raspatori ko'rsatilgan. Undan keyin esa mana maxsus qisqichlar rezeksiyalar uchun ishlatiladigan. Mana bu esa dalgren liston qaychisi. Mana bu esa suyaklar uchun bo'lgan dolota, bolg'acha, travmatologiyada ko'proq ishlatiladi. Hurmatli talabalar, maxsus guruh deyilishiga sabab bular o'sha maxsus yo'nalishda har bir xirurgiya yo'nalishida ishlatiladi. Mana umumiy guruh asboblarimiz o'zi yana 4 ta guruhga bo'linadi. Mana birinchisi kesuvchi asboblar, mana qaychilar, skalpellar har xil turda. Undan keyingi mana bu qon to'xtatuvchi asboblar, har xil turdagi qisqichlar va mana bu esa to'qimalarni birlashtiruvchi asboblar va bu yordamchi guruh asboblari deyiladi. Birinchi qon to'xtatuvchi asboblar, ya'ni qisqichlar. Bularga bir nechta xil turlari mavjud. Bularning hajmiga ko'ra, katta kichikligiga ko'ra har xil bo'ladi. Har xil ko'rinishda, masalan, bolalar xirurgiyasi va uzun kaltaligiga qarab katta kichik hajmda bo'ladi. Mana bu esa Koxer qisqichi, uchida mana tishchasi bo'ladi. Yonga qayrilgan, bu nisbatan katta, qulayroq. Ushlagich qismi ancha uzun hisoblanadi. Bu esa o'sha yon tomonga qayrilgan Koxer qisqichi. Bu ham kichkina ko'rinishdagisi. Undan keyin bo'ladi yana mana bu Koxer Bilrod qisqichi. Bilrod qisqichini yon tomoniga qayrilgani, tishchasi yo'q, buni farqi Koxerdan. Mana bu esa moskitsimon qisqichi deyiladi. Ya'ni kichkina qon tomirlaridan ushlash uchun qon ketganda mana buni o'ng qo'lda va mana chap qo'lda ham ochib yopishni o'rganishimiz kerak. Chunki operatsiya vaqtida ba'zan o'ng qo'lda, ba'zan chap qo'lda ochib yopishga to'g'ri keladi. Yordamchi asboblar. Yordamchi asboblarga kiradi mana quyidagi tasvirlangan asboblar. Shulardan mana bu kurakchali pinset. Pinsetlar bir necha bo'ladi. Kurakchali xirurgik pinset bo'ladi. Anatomik pinset, mana tishchasi bo'lmaydi. Yumshoq to'qima, nerv to'qimalarni ushlash uchun qo'lda mana shu holatda ushlanish kerak bo'ladi. Butun ruchka ushlagan holatdagidek. Keyingi pinsetimiz bu ichida tishchasi bo'ladi. Bu jarrohlik pinseti deyiladi. Bu kurakchali pinset. Ko'pincha fatsiyalarni ushlash uchun yoki olib tashlanadigan to'qimalarni mustahkam ushlab turish uchun sirpanib chiqib ketmasligini ta'minlaydi. Keyingi asbobimizning nomi, yordamchi asboblar, bu Korensang deyiladi. Buni operatsiya muolaja xonalarida ko'proq ko'rgansiz. Mana marli shariklarni uzatish uchun, operatsiya maydonlarini ishlov berish uchun, marli tamponlarni foydalanish uchun. Mana bunisi esa o'sha Korensangning boshqacha yon tomonga qayrilgan shakli tasvirlangan. Undan tashqari mana bu asbobimiz esa operatsiya vaqti asboblarni uzatib turuvchi asbob deyiladi. Bu hozir vaqtda unchalik ko'p ham qo'llanilmaydi. Ya'ni bu asboblarni o'sha operatorlarga yoki operatsiya ishtirok etayotgan o'sha uzatib turish uchun qo'llaniladi. Ya'ni yordam berib turadi. Keyingi asbobimiz bu
operatsiya maydonini o'rab olganda choyshablarni ushlab turuvchi qistirgich, ya'ni choyshab uchun qistirgich deyiladi. Mana 4 ana shu choyshablarni burchaklaridan qistirib ushlab turamiz, chegaralab turish uchun. Chunki operatsiya maydoni tozalab olingan bo'ladi. O'sha steril choyshab o'rab turadi. Xuddi o'sha qistirgichning yana bitta ko'rinishi, boshqa shakli mana bu ham choyshab uchun qistirgich deb aytiladi. Demak, yana takrorlaymiz, bu fiksatsiya qiluvchi yoki yordamchi guruh asboblariga kiriladi. Bu asbobimizning nomi bu S-simon shaklda, ya'ni kirilcha S-simon shakldagi Farabeyev ilmoqchasi deyiladi. Mana Farabeyev ilmoqchasi bu jarohatlarni kengaytirib turish uchun moslashtirilgan. Mana bu esa uni boshqacha ko'rinishdagi shakli. Mana operatsiya vaqtida albatta shu yordamda operatsiya kengaytirib turiladi maydonlar. Bu o'tkir uchli 4 tishchali ilmoqcha deyiladi. Jarohat qirg'oqlarini, ko'pincha fatsiyalarni ushlab turish uchun mo'ljallangan. Mana o'rtada aylanma halqaga qo'lni kiritib joylab olishimiz mumkin. Bemalol to'qimalarni tortib ushlashib turishimiz mumkin. Keyingisi bu to'mtoq uchli 4 tishchali ilmoqcha deyiladi. Bu ham o'sha operatsiya vaqti yordamchi vazifasini o'taydi. Keyingi asboblarimiz bu har xil turdagi zondlar. Zondlar shakliga ko'ra, vazifasiga ko'ra quyidagi ishlarni bajaradi. Mana birinchi zondimiz bu tugmachasimon yoki tugmachali zond deyiladi. Bu bo'shliqlarni, chuqurda joylashgan bo'shliqlarni, qo'l yetmaydigan joylarni ko'rishimiz mumkin. To'mtoq uchi bilan imkoniyat beradi ko'rishga. Bu esa o'shani uzun shakldagisi, yanada imkoniyat beradi. Ko'proq mana bir necha barobar katta hajmdagi ko'rinishi. Bu esa tarnosimon zond. Aytaylik, mana chokanalga kiritib, chokanalni oldin devorni kesishimiz mumkin. Uni tagida a'zolarni jarohatlab qo'ymaslik uchun imkoniyat beradi. Mana bu tarnosimon